Jonli kviz loyihasi 2-son biz boshladik. Ushbu surat qaysi predmetning ichki qismi? Qaysi buyum bo'lishi mumkin? Bilmadim to'g'risi. Знаю. Bilmadim. Anaqa gitara. Respekt. Mayli, sizni yaqinlashtiramiz. Qaysidir cholg'u asbobining ichki qismi? Gitara. Respekt. O'zi savol javobga qiziqasizmi? Juda ham qiziqaman. O'zi bugun zakovatimiz ham bor. U ishtirok etyapsizmi? Biz zakovatda qo'shilamiz aytdik, endi Mikrofonga yaqinroq gapirasiz. Xo'p, bu undan oldingi repetitsiya deymiz. Quyidagilardan qaysi biri inson tanasida eng katta ichki a'zo hisoblanadi? A variant yurak, B variant o'pka, C variant jigar, D variant buyrak. Yurak. O'pka. Afsuski xato ekan. Yurak. Yurak. Afsuski xato. Yurak musht qilinch qo'lingizni. Atigani shuncha bo'ladi-ku har bir insonda. o'pka bo'lsa kerak. Afsuski xato. Nima bo'lmasa? Bu to'g'ri javobni Instagramda ko'rasiz. Jigar bo'lishadi. Qarshi chosak bo'ladi, lekin jigar edi. Ishtirok uchun rahmat, salomat bo'ling. Qo'shiq taronasini eshitiraman. Qaysi film soundtrackligini topasiz? Taxmin qilib ko'ring. Bolalar. Osmondagi bolalar emas. Qo'ylar bor. Xato. Mayli, keyingi safar tayyorlanib keling. Xo'p, salomat bo'ling. Bilmadim, maftum bo'ldi adashmasam. Mana duduga. Vaqti zo'r. Rahmat. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Bor.